Hozir bu kamizga ham hamkasbimizga ham zigzagni bajarib bering dedim. Yengilroq variantini. Olib bu yerga konus qo'yganimiz yo'q. Olib konusgacha 3 metr endagi nimaga olib malaka yo'qroq, lekin hozircha mana keng maydonga qildiryapmiz. Mana maydonimiz ko'ryapsiz. Rulni ekstrem tarzda agar burmasangiz, ana nima qilasiz? Bunda faqat rul bilan boshqariladi mana. Zigzag hozir to'g'ri 100% to'g'ri demayman, ish qilib yomon emas. Baribir mana joyiga to'g'ri olib kelyapti. Qanday ozroq o'rgandingizmi? Qiyin bo'lmayaptimi? Oynani tushiring-da. Haydab yurgansiz-ku mashin. Lekin birinchi boshiga sal qiyin bo'ladi, ha? Hali men sizga konusni qo'ymadim, parametrni qo'ymadim. Hozircha endi o'rganib o'sha gabaritni nima qilishingizni to'liq nima qilishimiz kerak. Chustit qilishingiz kerak. Bo'ldi.